Savsağının yurtu qaytib, iyilik tiklash hikoyasi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Savsağ bilan Chingongning ayrilganlik hikoyasini so'zlagandik. Endi Chingong Savsağni tashlab ketib qolgandan keyin Savsağ aytsa aytgan uyg'onibla yendik karvat qaraydi. Qaragandan keyin endi bu karvatdagi hech qanday narsaga qo'l tegmagan. Masalan, yenimizde uxlab biraz o burnuğa o buya içip ketken bo'lsa-mu, yotqanlar qalayimqan bo'lsa, hamiyat birisi yetibdi, atgan chiqib deb bilgan bo'ldi. Ammo qarshi tarafdagi karvatda hech qanday narsa o'zgarish yo'q, tegmaganda shuning bilan Savsağ cho'chib ketdi. Bu Chingong nega ketgandi deb sirt chiqib mulozimdan so'ragandan keyin uningki shu kechasi ketib qolganligini anglab, undan keyin bu cho'chiydi. Bu Chingong men et qo'ymaganda, yomil qo'yib, meni chiqib qo'ymaganda deb o'ylab shundan darhol bu yerdan qochdim etini minib mangda ming bir jafo mushaqqatda o'zining yurtiga uyga keldi. Uyning oldiga kelib ishni urgandan keyin tamom. Shuning bilan naq buningki dadasi Savsağ ishni ichib qoldi. Ishni ichib Savsağni ko'rgandan keyin bu hamda ahvol so'ramoqda yo'q, bolasini ayblab tillashga boshlaydi. Nima ishga kelding? Bizga chiq ish deb berding degandek ish qilib, chiq gaplan deb Mişqa desa, Savsağ Dongjuani qaslab amalga oshirolmay qechib kelganda, bu cho'ng jinoyatni otib. Bizning kichik vaqtlarimizda cho'ng ishlarni terib o'tib kelsak, uyga kelib qolsak, dadamiz tillagan o'xshash bu Savsağning dadasi buni tillaydi, to'xtamay aytlaydi. Sen hammamizning bishiga bittirib, ishlab bu Dongjuanshangni, ya'ni Dongvazirni, bosh vazirni qaslab, o'shunday ishlarni qilamsa, nima ish bunday qilding, burobda amalingni tutmay Bunda yaxshi amal tutayotgan odam degandek bir gaplarni qilib qoqshaydi. Ham Savsağ qoqishsin gap qilmay kirib, bu yerib qursiq ichib aran qolganda kirib shuni bilan nima bor, nima yo'q. Yeyishga boshlaydi. Yap to'yga vaqtda dadasini tillab, oxir to'xtaydi deydi. To'xtagandan keyin andan keyin Savsağ dadasining yanına kelib tushuntirdi ishlarni. Dada, hozirgi o'rning vaziyati mushundoq. Sen hozir uyda turib, bu ishlarni bilmagan bilan o'rning ichidagi bo'lib ketgan ishlarni sen uqmaysan. deb o'rninki bo'lgan shu 10 avgustdan boshlab Xijin voqeasi, undan keyin Dongju voqeasi, Yuansha voqeasi, podshohning almashqa voqealarining hammasini so'zlab berdi. Undan keyin Dongjuninki nima ishlarni qilganligi, nima qilmishlarni qilib ketib qolganligini hammasini so'zlab berib, dadasi deydi-da. Endi buning dadasi Savsağ, amaliyotda bu amaldor. Chunki Savsağning dadasi, buvisi hammasi amaldorda. Bu odam pensiyaga chiqib ketgan. Hamda shu burungi vaqtlarda shu pensiyaga chiqadi vazirlar. Pensiyaga chiqib ketgandan keyin o'zining yurtiga qaytib, buningga pensiya maoshi, xil mol-mulkni bergandan keyin ketib, shu o'zining yurtiga qaytib shu yerda turayotganda. Shu bu o'rnining ichidagi ishlarni tafsili bilmaydi. Sirtidagi odam yana ichidagini bilmaganga o'xshash, hammaga o'xshash odatda. Masalan, bir shirkat bo'lib qolsa-mu, shirkatning sirtidagi odam bunda qarab shirkat shunday yaxshi bo'lyapti degan bilan ichidagi odam biladi amaliyotda qanchalik jafoda bo'layotganini. Shunga o'xshash. Andan keyin Savsağ ishlarni deb bergandan keyin endi buning dadasimi sal o'zini bisilib so'raydi. Qanday qilmoqchi bo'lsa degandan keyin men Dongjuga qarshi chiqmoqchi. Qo'shin to'plab Dongjuani yo'qotish uchun safar qilmoqchi degandan keyin buning dadasi o'yinni olib turib ketib bunda deydi. Bala, yaxshi o'ylabsa, bu fikrini qo'llayman. Men butun kuchim bilan seni qo'llayman degan bir javob berdi. Endi mishada biz Savsağninki naqadar aql ishkanligini his qilsak. Chunki bu vazir bo'lgan odam, o'rnining ishlarini, jahonning ishlarini biladi. Odatli fuqarolarga odatdagi kimda boylar o'xshamaydi. Amal tutib baqqan odam bo'lgandan keyin bu hamma ishni biladi, zodi qaysi qanday ish, qanday to'g'ri bo'ladi deganini biladi. Shundan bu Savsağni qo'llaydiganligini bildirdi. Qo'llab butun mol-mulkimizni setib, ashunga askar oladi, ochliq oladi, bu qildi degandan keyin shundan Savsağ deydi. Sen qanchalik mulkimiz bor degandan keyin bundan deb hisobini chiqarib bergandan keyin bu yana yetmaydi. Mening qilgandan keyin cho'ng qilgan bor degandan keyin dadasi buni qo'shildi. To'g'ri deysa, qilgandan keyin cho'ng qilish kerak. Bizning hozirgi mol-mulkimizni yig'sak, 1-200 askarga aroyat kerak. Shuni cho'ng qilaylik deb bular plan tuzish boshlandi. Endi bu nima ish pul lozim bo'ladi degan vaqtda buni endi hammalar bilamiz. Askar olgandan keyin albatta unga maosh berish kerak. U qursog'ini beqish kerak. Açlık berish kerakda, açlık ilib kunda to'xlash kerak ularni mashq qilayotgan vaqtida. Bu endi bir shirkat o'xshaydi. Siz bir igilik tikildingiz, igilik tikilgandan keyin xodim qabul qildingiz, askar degan shu. Ularga cho'qim oylik maosh berasiz. Ularning tamog'ini kafolat
tamog'iga kapolatlik qilasiz. Sirtqa chiqib ishga cho'chay chiqqanda albatta bularga tomoq berasizda. Demak, bularning hammasiga pul ketadi. Savsonning oilasi har qancha boy bo'lsa-mu, ammo bundoq askarlar, ya'ni lashkarlar va qo'shinga nisbatan aytganda nurg'un pul ketadi bunga. Ham buni cho'ng qilgan sari jiq pul ketadi, yanlar bularningki puli ozlik qildi. Shuning bilan bular o'ylab cho'qib qilgandan keyin cho'ng qilish kerak. Kichik qilsak, bu 200 odam bilan ish davlatlanmaymiz birinchisi. Ish davlat deb yaxshi qiladigan taqdirdami, yana biz oldiga chiqolmaymiz degan bir gapni qildi Savson. Ham biz buni nereden bilalaymiz? Bu Savsonninki buna ait aqlliq, ziyraklik bilan ifodalandi bu yerda. Masalan, Liu Ganzhang uchsa yangi ish boshlagan vaqtda ularni 100 dan 200 gacha lashkar bilan ish boshlagan. Shu Zhang Fei'ninki mal-mulkini setiblar, shuning kayidagi narsaga bir narsa ilib jiq qo'shin bilan ish boshlamoq. Ozroq qo'shin bilan ish boshlagandan keyin, garchi ular cho'ng to'yib ko'rsatgan bo'lsa-mu, nomi, bularning kuchi bo'lmagandan keyin bularga kichik amaldan berib qo'ygan Liu Bei'ga. Shunga o'xshash Savsonning maqsadini bo'lsa, qilgandan keyin cho'ng qilish kerak ish deganda. Cho'ng bir tishlash kerak igilikni deb o'ylab, shunga cho'qim bir yerdan pul tepishimiz kerak deb shu dadasiga shu maslahatni qiladi. Shuning bilan bular o'ylab dadasi amaldan bir topdi. O'zininki hamda nurg'un yil amal tutgandan keyin, buning dadasi ham amal tutgandan keyin tutuq dadasi bo'lsin. Mush avval biz urug' tuqqanlarni yig'ili, undan keyin yaqin atrofdagi mening yaqin og'aylarim boylarni yig'ib akilib, shularni mallaq silish ko'ndiraylik degandan keyin Savsonga yaxshi amal ekan bu deb qo'llaydi. Buning dadasi qiladi. Chunki Savson bu kichik bola berib, u dadasining og'aylarga shunday qilmoqchi desa yana qamlashmaydi. Chunki bizning shu ishlar qolsin, shu o'zimizning turmushida bo'lsin shu. Ba'zi ishlarni bizning berib dadamizning og'aynisiga deganimizga qaraganda dadamizning o'zi berib desa, albatta uning qoyil qilish kuchi yuqori bo'ldi. Biz kichik bolaning gapini anglamaydi-da, mana deb. O'xshash. Dadasi o'zi berib, aldiga akilib, chaqirib, mehmon qilib degandek ashunda cho'ng boylarning hammasini yig'di bu. Yig'ib, anandan keyin biz yig'ilib bo'lgandan keyin tomoq yeb bo'lgandan keyin bu maslahatni soldi. Shunda ahvol. Shunda ish qilmoqchi tutdik. Cho'ng bir ilik demoqchi. Mablag' silanglar degandan keyin hisobda pulinglarni bizga beringlar, cho'ng ish qilamiz degandan keyin bular o'ylashib boqib, haqiqatan buningki to'g'ri ish ekanligini his qilib, hammasi azozdan mulklarni, pullarni, ashliqlarni berdi. Shuning bilan bu yerda xalijiq pul yig'ildi. Ham undan so'ng bu boylarimiz, boylarningki bolalari o'qimishlik edi. O'qigan odamlar bo'ldi. Bu o'qigan odam ish qildi desa, planchi, mushavir bo'ldi. O'zining planchi bolalarni, mushavirlarni Savsonga berdi. Yoki Savsonning yaqinlarini, urug' tuqqanlarni yig'di, masalan, Savrindaymiz, Shahoyi degandek kino chiqadi-ku. Shularni yig'ib kelib, asta-asta bularningki qo'shini borliqqa keldi. Oxiri 8000 kishilik atrofidagi bir qo'shinga, otliq ham piyoda bor qo'shinga ega bo'ldi. Ham 8000 kishilik qo'shin degan bu oz qo'shin emas hamda yangi ish boshlaganlarga nisbatan. Shuning bilan Savsonninki ishi yaxshi ishlar boshidan chiqib boshlaydi. Endi ishni qanday boshlaymiz degan keldi bular. Endi ishni qanday boshlash kerak? Chunki bu qo'shin bozilmaydi. Nima ish qilish muhim bu yerda. To'g'ri qila olish muhimda. Bu yerda endi ish qaysini aql chiqqandan keyin Savsondan chiqadi bir aql. Savson nima deydi? Men endi yorliq bor menda podshoh bergan yorliqdan birini qilib, butun shu iqlimdagi cho'ng posiballarni, aymoq beylarni, hamda song'ullarni yig'ib akilib, hammamiz birlashib bu ishni vujudga chiqaramiz. Ashunda qilsak bu ish anandan keyin zo'riydi, amalga oshadi degan bir taklif berdi. Unda bo'lsa, Savsonninki igiliklik hikoyasini mujizlik so'zlab turdi. Hamda biz keyingi filmimiz nim so'zlaymiz degan vaqtda Savsonninki yolg'on yorliq yasab 18 taram qo'shinini yig'ish, ya'ni birga akilish hikoyasini so'zlaymiz.